ничего не можете, потому что... Почему не можете сделать? Потому что рабы, нахуй. Против своего хозяина не пойдете, нахуй. Будете молиться на него. На колени, сука. На колени вас пидораса всех ставить надо. Только так с вами говорить надо. Manqurti, короче говоря. Aka, gapiring, qanaqa yangiliklar bor? O'zbekistondamisiz? Ha, sizlar qozoqlarni gapi, qozoqlar naborot aktivroq-ku. Qozoqlar aktiv, endi qozoqlarda ham shu problema bor ekanda, endi uni biz qayerdan bilamiz? Bizda Boshqirdistonda, Tataristonda endi o'zi bilasiz, biz mustaqillik olish kerakmiz. O'shanga bizda katta problema turibdi. Qozog'istonda mustaqillik bo'la turib ham ichida problemasi bor ekan. U O'zbekistonda ham bor-ku, endi bilamiz. Karimov o'tib ketdi, Mirzayev gapiraman har doim. O'zbekistonda problem ko'p. O'zbekistonda. Endi rushlashgan ko'pda, Qozog'istonda ko'proq.